Agar sartarosh bo'lsa-chi? Sartarosh bo'lsa, Rozi bo'lardingiz. Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Ismingiz nima? Sevara. Nima ish qilasiz? Stilist salonda ishlayman. Qachondan beri bu sohada ishlaysiz? 8-sinfdan boshlaganman. 8-sinfdan beri ishlaysiz. Bu Orada ishlamaganman, 5 oy. pererv bo'lgan. Birinchi bo'lib soch qirqqan narxingiz necha pul bo'lgan? 15 mingmikin adashmasam. Hozir sizda bitta soch turmagini qilish yoki makiyaji bilan necha pul turadi? 250 mingdan boshlanadi. Bir kunlik sizni o'rtacha daromadingiz Uni aytolmayman-ku. 1,5 milliondan tepami, pastmi? Bir kunlikmi? Undan ham ko'payishi mumkin. Ko'payishi mumkin, ha? Oilalimisiz? Ha, bitta qizim bor. Turmush o'rtog'ingiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashishingizga ishingiz sabab bo'lganmi? Yo'q. Pul baxt olib keladimi? Imkoniyatlar olib keladi ko'proq. Agar hayotni orqaga qaytarishning imkoniyati bo'lganda nimalarni hayotingizda o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsa. Hammasiga shukur. Sizni birorta yigit yoqtirib qolsa, sizdan oz pul topsa, rozi bo'larmisiz turmushga chiqqan? Yo'q. Agar sartarosh bo'lsa-chi? Sartarosh bo'lsa, Rozi bo'lardingiz. Boylikmi, muhabbatmi? muhabbat. To'g'rimi? Boylik ham-da, endi muhabbat. Boylik bilan billa muhabbat ekanda unda. Xo'p, Sevaraxon, vaqtingizni ajratib bizning savollarimizga samimiy javob berganingiz sizga katta rahmat. Ishlaringizga omad, tan joningiz sog'